Assalomu alaykum. Mana bizlar Jizzax viloyati Zardor tumanidagi yangi quriladigan masjidga tashrif buyurdik. Ana masjidimiz. Qurilishi davom qilib turibdi. Xudo xolasa shu yerga keldik. Xorazm Guruch nomidan ehson qilishga keldik. Ana xudo xolasa shu yerga ehsonimizni tashlab, şurada ustalarımıza kuch-quvvat tilab ketamiz nasib etsa. Hozir hech kim yo'q ekan. Bitta shu masjidimizga berib ketamiz. Tarqatib. Havolarimiz ham yaxshi. Issiq kun bo'lib turibdi. Mana Xudo xolasa